Xudoyorxonning ikkinchi julusi. Bu voqea shundoq ekanki, Sheralixon julusidan 1273 sanasi qariyb 15 yil ichinda Qirg'iz, Qipchoq, Sardiya, O'zbakiya, Banaxchi jabru zulm qilgan ekanlarki, bularni namuna xonlar qatli ko'rib turibsiz. Fuqaroga mundan necha martaba ziyoda zulm qilgan ekan. Binobarin, bu jabru zulmlaridan xalos bo'lmoq uchun musulmon quli ziddig'a ish qila boshlaganlar. Muni mabdau manshai shuldurki, Toshkentda atoliqni urushiga borganda ixtilof chiqib, xo'qandiylar Toshkent kirmoqchi bo'lib, musulmon quli Chirchiq labida qo'nmoq bo'lganda, musulmon qul xon mani ra'yimga yurmadi, manga qaragan bo'lsang qayt deb Chirchiq labidan qaytdi. Orqasidan odam bormadi. Xonni Toshkentda olib kirib, izzatu ikrom ilan hamma baittifoq bay'at qilib, Toshkentda saqladilar. Musulmon quli bo'lsa qochib, tog'lardan oshib, to'g'ri Andijon muzofaotida bo'lgan Qipchoqiya ma'vosi Bilqillamaga keldi. Anda qo'shin jamlab Xudoyorxon ila urushmak bo'lib turganda, bular ham Xo'qand qo'shini ilan musulmon quli tepasiga kelib, Bilqillamada qitola azim bo'lib, musulmon quli qo'shini g'olib bo'lib, ikki taraf ovqatga mashg'ul bo'lib, mutoraka bo'lganda, Xudoyorxon katta akalari Mallaxon qo'shinga nasihat qilib, ey musulmonlar, Xudoyor yosh, ko'nglida Xo'qand qo'rg'onini berkitib yotaman deydur. Vaholanki biz bu mag'lubiyatda qolsak, ertaga hammamizning jasadimiz Xo'qandni chorsuvlarida so'yilib, xoru bemiqdor bo'lurmiz. Kelinglar, bir harakat qiloluk. Mardning o'ligi maydonda qolur. Chorsuvda so'yilgandan maydon harbda o'lganimiz avlodur deganda, Xo'qand qo'shini birdan och bo'ridek Qipchoq qo'shiniga urganlarida hamma birdan qoch bo'lib, ko'p asiru o'ljalar olib, musulmon qulini o'z kattalari tutib berganda, darhol o'ldirmay temir qafasga solib, Xo'qandga olib kelgan ekan. Azbaroyi ibrat uchun bejarimani o'ldirding, Sarimsoqbek nima qildi, endi qalaysan deganda, alhamdulillah, holo ham sizlardan yuqoridaman der ekan. Musulmon qulining yurtiga qilgan ishlari Chinobod arig'ini chiqargan. Xo'qandda Xudoyorxon ismiga madrasai oliyni bino qilgan. Ul yer avvalgi o'tgan havoqini Xo'qand o'rda arki edi. 1272 hijriyda bino bo'ldi. Ul vaqtda musulmon quliga ulamo va mashoyixlardan nasihat qilganlarning hammalarini birin-birin o'ldirib, Farg'ona hukumati o'z qo'lida bo'lib, zulmga o'tgan. Chunonchi bulardan Shayxulislom Namangoniy va xalifa Safo Eshon va domla Xolmuhammad va rais domla va mulla Hojamquli Alam, bulardan bo'lak yana ko'p ulamo va fuzalolarni qatl qilgan edi. Bu zulmlarning natijasini ko'rdi hayotida. Ahvoli sobiqalaridan ma'lumdir. Alhosil, bu tariqa jabru zulmlaridan zikr qilingan Bilqillama urushidir. Bu urushda Mallaxon Qipchoqiyani olib, musahhar qilgandan so'ng, urushdan muddaoga noil o'lib, Dor-ul Amoraga qaytganda, Xudoyorxon eshitib darhol akalarini istiqbol qilib, akalariga Xo'qandni tutib, man oldingizda turay, Xo'qandni o'zingiz tasarruf qiling deganda, Mallaxon, man xon qasdida emasman, mamlakat istehkomi va istiqboli mening matlabim emas, ammoki saning bu tariqa o'yin kulgig'a mashg'ul bo'lmoqing bizga va fuqarolarga katta zarardir. Ishni bilib va bilganlarning maslahati bilan ish qilmoqing zarur. Mundoq bo'lsang, bizlar xarob bo'lib, dushmanlarga muhtoj bo'lurmiz. Mamlakat qo'ldan ketar, bo'lak podsholarga kulgi bo'larmiz, deb xonga qilgan Mallaxonning nasihatini shavqiy shoir nazm qilgan ekan. Izoh:
Shavqiy, Amir Umarxon saroyidagi shoirlardan. Aning darji lozim bo'ldi. Ulug' yosh og'o erdilar mallaxon, nasihat qilur erdilar har zamon. Bu xon anga ko'p g'amni yer erdilar, fasih til bila gohi der erdilar. Uka, bu nasihatni dark aylagil, bu bachkana ishlarni tark aylagil. Erur shah ishi elga damsozlik, munosib emas xonga sakbozlik. Qayon bordi sandagi bu aqlu xush, yegay har iting kunda bir nimta go'sht. Taajjub sani elga bu qilmishing, munosibmu sanga bu qilgan ishing. Necha saf shikan bahodir yigit, bular barcha och bo'lsa, to'q bo'lsa it. Yigit qadri it qadridan bo'lsa kam, bo'lurmu yana mundin ortuq alam. Bu na xon ishidur na qilganing, berib ot bahosin it olganing. Erur sipah qanoti yigit birla ot, agar xon esang qil oni ehtiyot. Quloqg'a nasihat durin taqmasang, yigitlarni ahvoliga boqmasang. Nasihat sanga bo'lmasa korgar, sani bu ishing barchamizga zarar. Bu behuda ish xon ishidan emas, xushomad eli sanga bu so'zni demas. Qoshingga kelib bir necha ahli joh, bori o'zlarin ko'rsatur nekxoh. O'zini hiylalar birla aylab qarib, berib sanga har bir kuni 100 firib. Sani bu maishatga mag'rur etib, bori ajdahodek o'zin zo'r etib. Hukumatga atrofdan qo'l solib, ichib yeb bori olg'onga olib. Bori hukm ishini qilib poymol, bularga g'araz olsa berkitsalar mol. Bo'libsan shikoru o'yun birla g'arq, bilib qilmading do'stu dushmanni farq. Kishi jon chekib qilsa xizmat agar, ayarmu aningdin kishi molu zar. Ko'rib xizmat in'omini qilmasang, chapon qadriga jonini ko'rmasang. Bilibsan tutub zarfi aqlingni keng, suv berganu ko'za ushatganni teng. Yetib kelsa boshingga dushman agar, bu g'ofil ishingdan yetushgay zarar. Bo'lib mastu behuda ish etmagil, xazina yig'ib oni berkitmagil. Yig'ilsa bisotingda oncha mol, ani har zamon sarfi ilgingga ol. Xazinangda mol o'lsa ochgil ana, karam panjasi birla sochg'il ana. Yigitga ana o'z qo'ling birla ber, masaldur yemas molni begona yer. Kishi arzi bo'lsa o'z oldingda so'r, har ishni o'zing qil, ko'zing birla ko'r. Bu yangliq ishing bo'lsa anjom qil, sipoh jabdug'ini saranjom qil. Bu yangliq nasihat, bu yangliq ramuz, necha desalar yoqmas erur bu so'z. Shu tariqa siyosatomuz va hikmatangiz so'zlarni desalar ham ma'qul bo'lmay, oxirul amir Mallaxonni o'ldirmak bo'lib, Mallaxon Xudoyorxonni nomashru ishlaridan ko'rsatib, azil qilib o'zi xon bo'lmoqchi deb ig'vo va fitnalar chiqarib, Mallaxon bularni fikri hadiya bilib, Elatiyaga ketib, bir necha kundan so'ng 7-8 ming qirg'iz qipchoqiyalar ilan Marg'inonga kelib kirib, bemuhoraba aholiyi Marg'inon Mallaxonga tobe o'lib, unlardan necha ming odam jam bo'lib, ulamo va fuzalolarini yoniga olib, Xo'qandga yurdi. Xudoyorxon ham bor askar ilan chiqib, bularning oldini olib, shul to'g'rida turki, Xo'qand askari qirg'iz qipchoq o'ljasini ustidan joy olib, bir taxta choyga bir baytaldan va'da qilib, bilqillama urushdagidek bu safar ham g'animat qilib, o'lja qilmoqchi ekan. Xomtama sipohlar do'konlardan nasiya qilib baytal berur emishlar. O'zlarining minganlari arg'umoq, qirg'iz qipchoqiyaniki baytal emish. Bu tariqa masxara qilib, oxirulamir baytallar ayg'ir bo'lib, quvib qochirib, xonlarini shoshirib, natijai kor
Xudoyorxon munhazin o'lib, Xo'qandga qaytib, qamaldan so'ng kechasi chiqib, Buxoroga ketdi. Mallaxon shaharga kirib, Sariri saltanatga o'ltirdi. Atosi Sheralixon zamonidagidek shariat joriy bo'lib, zimomi ixtiyor hukumat qirg'iz qipchoq qo'lida edi. Az jumla mulla Olimqul suratan vazir, siratan bashir nazir edi. Behayo bodiyanishinlar bu musoadaga qanoat qilmay, Mallaxon bir kun bir sipohdan qipchoqiya edi. Koyib beklarga itobomiz so'z aytsa, sarkardalar talashga tushib, xon bulardan badgumon o'lib, bular yana qorachapon ila ittifoq qilib